Mana shunday qilib qamish tashlab chiqish kerak ekan. Urug' tashlash uchun. Bu yerda bir hosildan Toshkentdan olib kelingan baliqlar urug' tashlagan, ochib chiqishni boshladi. O'sha urug' ochyapti ular. Kecha 20-chislada urug' tashlagandim, bugun ertamangi ochibdi, o'zi ochish boshlagan. Bir hosil akadan olib kelingan baliqlar 20 kun deganda men urug' tashlab ochib chiqyapti o'zi. Kimlardir baliqlar ochmay turgan bo'lsa, urug' tashlamay turgan bo'lsa, mana shunaqa sharoit qilish kerak deb tavsiya qilaman. Mana har burchaklarga qamishni yotqizib, urib shunday qilib qo'yib chiqish kerak ekan. Hosilga rahmat. Shunchalik o'rgatib turdi. Tavsiyasi bilan